yaxshi застройщикlardan Timur korobka bo'lsa, hozir olaman deb yurgan akalarimiz uchun zo'r variant topib qo'ydim. Energy Mirzo Ulug'beydamiz. Bilasizlar, Energy loyihasi aynan namuna sifatida Mirzo Ulug'bey proyektini g'ishtdan qurgan. Shuning uchun sifat tomonlama bu yoq ancha ajralib turadi. Hozir biz balkon qismidamiz, 12-qavatda va ichkariga dvorga qaragan manzarani ko'rishimiz mumkin. 126 kvadrat metr kattalikdagi korobka holatidagi xonadonni hozirlarga tezkor obzor qilib beraman. 12-qavatda joylashganini hisobiga patologlarga alohida ahamiyat bering. Baland patologlar va xonalar ham kenggina. Eshik bo'ylab kirarkanmiz, o'ng qo'lda bizani birinchi bo'lib turib oshxona kutib oladi va koridor bo'ylab ketaversak, bizani kattagina mana bitta zal, dam olish zonasi kutib oladi va bu yoqdan ham ko'ryapsizlar, balkonga chiqish imkoniyati bor. Va to'g'riga o'tadigan bo'lsak, biz birinchi kattalar yotoqxonasi, ya'ni master bedroomga to'g'ri kelamiz. Bu yoqda o'zini alohida sanuzeli bor va bu yoqdan o'zi yotoqxona boshlanadi va uyimiz bo'ylab umumiy hisobda ikkita sanuzelimiz bor va ikkinchi sanuzelimiz общий sanuzel hisoblanadi. Mana bu yoqda joylashgan bo'ladi. Va mana bu xonamiz esa bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Bolalar yotoqxonasidan ham alohida umuman boshqa joyga manzara ochilgan va bu yoqqa endi kiradigan bo'lsak, kattagina garderob. Keyinchalik bu yerni ham o'zingizning ta'bizga ko'ra balki sanuzel, balki o'zingizning istaklaringizga qarab ishlatsangiz ham bo'ladi va yana bitta bu yerda yotoqxona bor va hozir o'rtoqlar juda ham zo'r narxga sotuvga chiqib qoldi. Hozir biz shu narsani e'lon qilib birinchilardan bo'lib qo'yamiz va Energy Mirzo Ulug'beyda korobka holatidagi bunaqa kvadraturadagi uylar deyarli qolmagan. Menga shunaqa deyapti, deyarli qolmagan. Uverenni bu gapni gapirsangiz bo'ladi deyshti. Shuning uchun o'rtoqlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi bo'yicha mana shu nomerlarga bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Kelib, ko'rsatib, o'zimizga chiroyli qilib yordam bera olamiz.